Mana shu kunga ham yetib keldik jigarlar. O'zbek, tojik, qirg'izlarning qadrini bilmaganliklari uchun mana shunday ahvollar bo'lyapti. Mana shunday situatsiyalar bo'lyapti. Videoni to oxirigacha ko'ringlar. Bir donadan like bosinglar, обязательно shu videoni tanish bilishlaringga tarqatib qo'yinglar. Oldin aytishardi, o'zbek, tojik, qirg'izlar yomon deb aytishardi. Hozirgi paytda nima deyishadi endi? Mana hindistonliklarni kirgizyapti, shunday sharoitlarni yaratib beryapti. Yana bezakmet olib kelib o'zlari sharoit yaratib berib ishlatishyapti. Bunisi hammasi mayli, xohlagan ishlarini qilish. Xohlasa yosh qizlarini to'g'rilayapti, xohlasa labboy xohlagan ishini qilishyapti. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, o'zlaringiz tushunib olasizlar nima bo'lyapti turganini. Dear, subscribe. This is man. Oh my god. Cute and he cute and we cute. I go. Ko'pchilik Rossiyaga birinchi marta keladigan akalarimiz ruschani bilmaganligi uchun mana shunday situatsiyaga ham tushib qolishi mumkin. Можете прочитать, что у нас на микрофоне написано? Да, Что написано? это мы, Абдулла. Что? Абдулла. А какой вот этот цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. Да. И как сдали? Купили? Да. Hindistonliklar ruschani вообще bilmaydi, ularga farqi yo'q. 200 tasini ichidan bittasi ruschani sal perevod chala bo'lsa ham biladi, ularga можно hamma narsa. Lekin o'zbek, tojik ruschani bilmasa, baloga qolib ketdi. Sertifikatni deyapti, sotib olganmisan? FMSdan mana dokument qilgansan, ruschani testni qanday topshirding deyapti. Sertifikatni deyapti, sotib olganmisan deyapti. Bu prosta ahmoqchilik hisoblanadi-da, prosta borib turib. Mana svet qanaqa deyapti. Ko'k svetni ko'rsatsa, o'zimizning odamlarimiz uncha ruschani bilmaganligi uchun, tushunmaganligi uchun boshqa narsani aytyapti. Boshqa svetni aytyapti. O'shaning orqasidan ham shunday qilib ahmoq qilyapti bizning odamlarni. Nima deb o'ylaysizlar? Bu to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Hindistonliklar 200 ta odamning ichidan bittasi ruschani biladi, bittasi hammasiga perevod qiladi. Yana ularga labboy joyda telefon bilan ishlash mumkin. Chunki telefon kerak ularga, чтобы perevod qilib ishlash uchun. O'zimizning odamlarga mumkin emas bunday qilib yurish. Nima deb o'ylaysizlar akalar, opalar? Kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. O'z fikrlaringizni va shu videoga like bosib tarqatib qo'yinglar. Hamma